Xo'p, Mashal Navbahor jamoalar o'rtasidagi bahs. Mashal bilmayman nechinchi marta ketma-ket mag'lubiyatini qabul qilib olyapti. O'sha 4 ochko bilan turibdi hamon jamoa. Va Navbahor jamoasi esa aksincha ketma-ket 5-g'alabasini qo'lga kiritdi va yuqorida aytib o'tganimizdek, Paxtakor bilan o'rtadagi farqni minimal darajagacha qisqartira oldi. Ya'ni 3 ochko bittagina g'alaba o'zi Paxtakor yagona mag'lubiyati ham aynan Navbahordan qabul qilib olingandi va bu jamoalarning javob o'yini Namanganda bo'ladi adashmasam. Paxtakor o'zi yutqizgan edi. O'zi maydonda sovuq bo'lgan o'yin edi, o'shanda sovuq bo'lgan edi. Yomg'ir yog'gan, qor yog'gan. Qor yog'gan edi. O'shanda mag'lubiyatga uchragan edi. Navbahor endi o'z maydonida o'ynadi ikkinchi davrada va bugungi g'alabadan so'ng jamoa 3-o'ringa mustahkam o'rnashib oldi va hatto ikkinchi o'rinni ham bu yoqqa ko'zlay boshlayapti. Xo'p, Jasurbek Jaloliddinov va Shohrobek Abdurahmonov tomonidan kiritilgan gollar Navbahorga 3 ochko taqdim etdi. Timur Kapadze, demak, hozir boshida shunaqa paytlar ham bo'ldiki, Timur Kapadze iste'foga chiqarmagan degan shu tezkor sudlar ham shu haqida gapirishgan edik. Sarlavha chiqargandek, ketadimi degandik. Mana hozir umuman jamoani o'zgartirib bor, demak, o'sha har qanday murabbiyga ham ozgina vaqt kerak bo'ladi. Yangi jamoasini shakllantirayotgan paytda. To'ppa-to'g'ri, o'sha Neftchi bilan o'yindan oldin kurs juda qimillab turganda, Neftchi bilan o'yin burilish nuqtasi bo'ldi. Jamoa zo'r o'ynadi, raqib maydonida bo'lsa ham yutib turganda oxirgi daqiqalarda gol o'tkazib yubordi, durang bo'ldi. Keyin ketma-ket mana 5 ta g'alaba, 4 ta uyda o'ynadi, uyda o'ynab yutdi deyish mumkin. Hozir Mashalni yutdi, outsider deyish mumkin. Lekin jamoa baribir qanaqa jamoa tepada bo'ladiki, kuchli jamoalarni yutgan emas, hamma outsider u hammasini ketma-ket yutgan jamoa tepada bo'ladi yoki chempion bo'ladi. Navbahorda hozir savollar ham berishgan, ikkinchi o'rinni tugatib oladimi deb. Agar voqealar shunaqa ketadigan bo'lsa, Neftchi va Paxtakor elit Chempionlar Ligasidagi o'yinlar tufayli yoki kubokdagi uzoqroqqa borsa, boshqa bo'lsa, charchoq alomatlari bo'lsa, Neftchida kadrlar muammosi bo'lyapti, jarohatlar, deylik, safarlar kutib turibdi. Shu ketish bo'lsa, Navbahor hattoki chempionlikka ham kurashishi mumkin. Shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Ya'ni Neftchi va Paxtakor bir-biri bilan kurashgan holatda ta'qibchilarni yaqinlashtirib qo'ydi. Anchagina yaqinlashib qolishdi. Hozir mana qaraylik, necha ochko? 45-40-37. Paxtakor bilan 3 ochko ekan. 3 ochko bitta g'alaba. Neftchi bilan 8 ochko. Juda katta farq emas-da baribir. Aytib o'tganimizdek, ularda safar o'yinlari bor. Safarlarga borib kelishadi. Navbahor o'sha payt bemalol tayyorlanadi Superliganing keyingi turiga. Bular borib qaytib kelib, baribir yo'qotishlar bo'ladi, rotatsiyalar bo'ladi, boshqa futbolchilar tushadi, tarkib o'zgaradi. Kimlardir o'sha safardan jarohat olib kelishi mumkin. Deylik, boshqa masalalar, sariq kartochkalar ko'payib ketishi mumkin Superligada, qizil kartochkalar. Hozirgi ideal holatda bemalol ikkinchi o'ringa kurasha oladi. Mayli, birinchi o'rindan o'rtaga farq kattaroq bo'lishi mumkin, lekin aniq hozir Paxtakor bilan bemalol talasha oladi. O'zaro o'yin ham bor, o'zaro o'yin ham Namanganda bo'lib o'tadi. Buni inobatga oladigan bo'lsak, Navbahor imkoniyati yuqoriroq va oxirgi 5 ta o'yindagi g'alaba bu katta natija. Paxtakor hozir oxirgi 5 ta o'yindan nechtasida hozir ochko yo'qotdi? Juda ko'p durang. Navbahor Nasaf yutib keldi. Keyin Surxon bilan durang o'ynadi, Buxoro bilan ochko yo'qotdi, Dinamo bilan ochko yo'qotdi. To'g'rimi? Ketma-ket 4 ta o'yinda bitta g'alaba ekanda, eslashimiz bo'yicha. Va Navbahor o'yiniga keladigan bo'lsa, Jasur Jaloliddinov gol urdi va tepani ko'rsatib nishonladim, chaqaloqni ko'rsa, uncha tushunmadik to'g'risi. Farzandli bo'lganmi, kimdir farzandli bag'ishladim deganimizda, keyin o'zi aytdiki, Temurxo'ja Abduxoliqovni vafot etgan farzandiga bag'ishladim deb, ya'ni chaqaloqni qilib tepani ko'rsatdi. Bu ham respekt, ya'ni bu ham futbol ichidagi ajoyib hikoyalardan biri. Jamoadoshimi, o'ynaganmi, to'g'risi eslolmayapman. Lokomotivda o'ynagan, birga o'ynashgan. Endi o'zi birga o'ynamagan odamlar ham mana Ro'ziqulberdiyev ham intervyuda aytdi-ku, ishlamagan birga Temurxo'ja bilan. Shogirdi bo'lmagan, lekin futbol ichidagi odamlar Temurxo'janing qanaqa insonligini yaxshi bilishadi deb aytdi. Jasur Jaloldinovdan ham bu erkakcha harakat bo'ldi. Juda ajoyib. Men to'g'risi ta'sirlandim shu yigit harakatidan. Keyin gol Navbahor endi babi nima desa bo'ladi, favorit edi. Bu o'yinda ko'p tashabbusga ega bo'ldi. Faqat Mashal o'yin boshida bitta vaziyatga ega bo'ldi. O'sha vaziyatda O'tkir Yusupov qaytardi.
to'p jamoasini qutqardi goldan. Keyin tashabbus Navbahorga o'tdi. To'lig'icha Navbahor hattoki qaysidir vaziyatda 82% to'pga egalik qildi. Tashabbusga ega bo'ldi. Zaxiradan tushishi bilan Shohruh Abdurahmonov Hamraliyev uzatgan to'p Norchayevga kelib tushdi. Norchayevdan Shohruh Abdurahmonovga, Abdurahmonov gol urib jamoasini g'alabasini ta'minladi. Paxtakorni qilgan aybini, ya'ni xatosini qilmadi Navbahor. Ya'ni Resan agar gol urganida kecha Dinamoga katta ehtimol Paxtakor yutardi. Navbahor shunaqa vaziyatdan 1-0 qaltis hisob vaziyatida Shohruh Abdurahmonov gol urib hammasini tinchlantirdi va Mashal u yog'iga o'yinni bo'lib tushundiki, bo'ldi, o'yin boy berildi. Qarib ketolmaydi. Ya'ni 0-2 bu kattaroq hisob edi. O'yinga yakuniga yaqin qolgan vaziyatda. Navbahor shunaqa qilib yutib ketdi. Va G'uzordagi stadion maysasini ham alohida aytib ketish kerak. Ko'plab stadionlarimizda, hattoki salqinroq bo'lgan viloyatlarimizdagi maydonlarimiz shunaqa holatda bo'lib turganda, eng issiq viloyatlarimizdan biri bo'lgan Qashqadaryoda, G'uzorda bunaqa maydon bo'lishi ajoyib. Shunchaki ajoyib. Shu maydonga munosib jamoa yo'q hozircha. Hozir endi sho'rtan sekin harakat qilyapti, balki chiqib qolar keyingi. Ikkinchi o'rin bilan chiqmasan, chunki bari Orol imkoniyatlari yuqoriroq-ku. Playoffda balki Bunyodkor bilan tushar, endi playoffda o'ynash kerak ham. Abduqodir Otaqulov yaxshi fikr yozibdilar. Navbahor 3 yil chempionlikka harakat qildi, bo'la olmadi. Shu yil chempion bo'lsa-ya deb yozibdilar. Ya'ni haqiqatan tarkib juda ham kuchaytirildi, zo'r futbolchilar olib kelindi, juda qimmat futbolchilar olib kelindi. Bu yil esa o'rtamiyoniroq futbolchilar olib kelindi, lekin aytib o'tganimizdek, yozda Kapadze o'zini bilgan futbolchilarni, Olimpikdagi Olimpiya terma jamoasidagi futbolchilarni yig'di va o'ziga kerakli jamoani shakllantirib oldi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Navbahor haqida gapirib keting, agar nimadir qo'shimchalari bo'lsa. Yo'q, qo'shimcha. Navbahor ketmang 5-g'alabani qo'lga kiritdi deb aytdik va Paxtakorga deyarli yetib oldi, 3 ochkolik farq. Shunaqa hozir hali o'zaro o'yini bor. Yo'lda eshitib keldim, tezkor studiyadan gapinglarni, o'sha Narzullo aytdi shekilli, Narzullo fikriga mutlaqo qo'shilaman. Kishi bilar bilmas, hamma shuncha vaqt davomida Neftchi Paxtakor kurashadi chempionligiga keldi. Kishi bilar bilmas, Navbahor bir chekkadan jingina o'rtadan chiqib kelyapti, kurashga qo'shilaman deb kirib kelyapti Navbahor. Ikkala jamoa ochko yo'qotishdan charchamayapti, bu Navbahor ketmay 5 ta uchrashuv yutdi. Jing turib, bezuk rejimida bo'libdi, ovozsiz rejimda. Hozir ana-mana desangiz, hademay shu ketishida ketsa, shu tempda ketsa, chempionlik poygasiga qo'shilib olishi mumkin Navbahor. Hozir o'zi Paxtakordan o'tib ketdi degan darajaga kelib qoldi hozir. 3 ochko qoldimi? Ha, o'zaro o'yin bordi Namanganda. O'zaro o'yin Namanganda. Bu yoqda yutib ketuvdi, qor yog'ib maydon muzlab qo'ygan o'yin. O'sha narsalik. Xo'p.